Daromadga qarab kasb tanlagan odamlar xato qiladi. Kasb tanlayotganda o'zini qiziqishlariga qarab, o'zini iqtidoriga qarab turib kasb tanlash kerak. Xo'p, kimgadir havas qildi, kuzatdi, deylik psixologiyaga ham bugungi kunda qiziqayotganlar juda ham ko'p daromadi bitta konsultatsiyadan falon dollar deb psixologiyani tanlab kirib, ba'zilar bor, voy nimaga men bilganimdagi, men eshitganimdagi pul topa olmayapman, deyotganlar ham bor. Qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar, u psixolog bo'ladimi, prodyuser bo'ladimi, bloger bo'ladimi, stomatolog bo'ladimi, xirurg bo'ladimi, kimnidir havas qilib, falon so'm, falon dollar topadi deb, agarda shu sohani tanlagan bo'lib, o'zini o'sha sohaga shakllantirmasa, o'sha soha bo'yicha o'z ustida ishlamasa, o'sha sohaga oddiygina men universitetda o'qisam bo'ldi, menda xuddi shunaqa pul, o'sha daromad, o'sha mashina, o'sha uy bo'ladi degan maqsadda kirgan bo'lsa, u xato qiladi. Har bitta soha kerak bo'lsa, qorovul deysizmi, xizmatkorlik deysizmi, rahbarlik deysizmi, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, siz o'sha sohaga yondoshganingizdan keyingina siz xohlagan natija, daromad, o'sha holatga chiqasiz. O'shaning uchun men har doim ota-onalarga aytaman. Farzandim mana shu kasbni tanlamoqchi, falonchiga havas qilyapti deyshadi. Havas qilsa bu juda ham yaxshi, tanlasin, o'sha sohani ketdan ketsin. Lekin uni orqasidagi mashaqqatini ham bir ko'rsatib o'ting deyman. Ana o'shandagina tanlagan kasbimiz to'g'ri bo'ladi. Biz har bitta narsani, har bitta holatda, har bitta vaziyatda muammosi, mashaqqatlarini ko'rganimizdan keyingina professional bo'la olamiz.